وإلى متى سوف أبقى وحيد غريب الديار. Afsuski, aksar odamning Alloh bilan muomalasi shunaqa, eshak oydan o'tguncha, ya'ni ishi bitganicha. Ishi bitgandan yana Allohga shirk keltirishni bilganini qilishni boshlaydi. Ishi bitgandan bo'ldi, Allohni unutadi, undan boshqaga qila boshlaydi shukronani. Tez bitta qo'yib kelib qon chiqarib yuboraylik deydi Hazrat Polonga. Yoki shukronasini boshqaga qiladi. Sen yaxshi ham kelib qolding, sen yordam berding, endi seni oldingda bir jon burjum bor meni deydi. Yoki bir podshohiga rahmat aytishni boshlaydi. Rahmat, ana shu podshohimiz qutqarib qoldilar, bo'lmasam ulardik hozir deydi. Balo o'tgandan shukronani boshqaga qilishni boshlaydi. Ish bitgandan birdaniga qarsak chalinadi. Masalan, samolyot eson omon qo'nsa, lotchikni maqtanadi uchuvchini endi. Zo'r tajribali uchuvchi ekan, qo'ndirdi, bo'lmasam hozir o'lib ketardik hammamiz deydi. Qancha o'lib ham ketadi-ku, qancha tajribali uchuvchilar boshqara olmay. Ammo odamzod shunaqa ekan, navzubillah.